Bu video Hodwig kremlarimni obzorini so'raganlar uchun. Birinchisi bu Dalba sprey. Bu spreyning yaxshi tomoni, buni baza o'rnida ham makiyajdan keyin ham ishlatsangiz bo'ladi. Qurib qolgan yuzni namlantiradi, tinchlantiradi va yaltiroq effekt beradi. Ikkinchi olgan kremim kollageni ko'p krem. Bilasizlar, kollagen yoshartiruvchi xususiyatga ega. Bu kremda ham kollagenni ko'pligi shunday bilinib turibdi. Kollagenli krem yuzni yoshartiradi, namlantiradi va mayda ajinlarni yo'qotadi. Keyingi olganim SPF nimani oilaviysini tanladim. Farzandlarimga ham, turmush o'rtog'imga ham surish uchun. Ayniqsa yoz oylarida ko'proq SPF surib yurmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa yuzimiz kuydirib yuborishi mumkin. Keyingi olgan kremim bu toner. Toner yuzni tortadi, mayda ajinlarni yo'qotadi, namlantiradi. Ayniqsa bizga o'xshagan mana bu uhod qilinmagan 30 yoshdan keyingi ayollarning yuzlariga aynan shu toner ishlatilishi kerak. Agar sizlarga ham shunaqa original Koreyaning kosmetikalari kerak bo'lsa, menga kommentariydan murojaat qilishingiz mumkin.